Jizzax viloyati Do'stlik tumanida markazida bu sport maktabi, sport sog'lomlashtirish markazi qurilyapti. Mana avtokranlar bir emas ikkita kran ishlab, Molades nihoyatda katta ishlar amalga oshirilyapti. Temirlar mana bu shivellerlar hammasini qo'yib chiqilyapti. Menimcha bu yerda nima bo'ladi, nima ustalar ham ishlayapti, nima bo'ladi, nima qo'yadi. Nihoyatda katta ishlar amalga oshirilyapti. Ichkarida ham yana bitta kran ishlayapti. Tepalar mana hamma tepa qismlar tugatilgan. Atroflar yopilyapti. Tepa tomonlarda nimalardir bo'ladi. Mana bu kran ishlayapti. Bu yoqlarda ham nimalardir bo'layapti. Bu tushunishimiz bo'yicha bu yerdan tepa zina bo'lar ekan, tomoshagoh bo'lar ekan, tepalar skameykalar qo'yilyapti ekan. Bu yerda yana bitta kran ishlayapti. Bu yoqda yana bitta akam kran ishlayapti. Mana bu yoqda yana nimalardir, mana usta akam qo'lga ko'tarib kelyapti bu yoqdan. Da skameykalar qo'yilar ekan, tepalar mana ishlar ekan. Bu yoqda nima havolar, qovutgichlar qo'yilyapti mana. Bu ham qator stadionlar bo'lar ekan, tepalar ham o'tiradigan joylar bo'ladimi? Nasiblar qilyapti ekan. Davlatga haloling bo'lsin. Oyoq ostlarimiz kashka qilingan betonlashtirilgan. Bu yoqda yana ukamlar nimalarda ishlar qilyapti. Mana bu konditsionerlar hammasi olib kelib qo'ygan. Qayerga o'rnatiladi, nima qo'yadi buni? Bu yoqda yana bitta ishlar. Endi konditsionerlar ushlab ko'ramiz. Nihoyatda tonnalik bular, tonna keladi. Nihoyatda og'ir konditsionerlar. Bu yoqlarda ham nimalarda tashiyapti, gipsakordan bo'lar ekan. Endi bunga bu yoqda yana bitta kran bor ekan, 4-kranimiz bir paytda o'zida 4-5ta kran ishlayaptilar. Nihoyatda katta ishlar amalga oshirilyapti. Mana usta kelyapti bu yoqdan. Bu yoqlarda ham nimalardir bo'layapti. Nima bo'lganda ham Do'stlik tumanida. Uka, nima qurilyapti bu? Sport zal. Yaxshi. Sport zal endi ichida hamma narsalar, mana bu qurilish mollari, yana kimdir nimadir bu yoqlarda ham. Umuman olganda nihoyatda katta ishlar amalga oshirilyapti. Bu yoqda yana bitta kran bor ekan. Ko'rmagan ekanmiz. Bir paytda o'zida ikkita ekan kranimiz, 3ta kran bu yoqda. Mana bu 4-chi, 5, 6, 7, 8 talab bir paytda o'zida kran ishlayapti. Tepamizda bir bola kranda nimadir ishlar qiladi. Tepada ekan. Tepada ishlar qilyapti. Haloling bo'lsin. Pulini bersang firmachilarga ishlayveradi. Shuncha ishchi o'rinlar etan farzandlarimiz bu joylarda sog'lomlashtirish markazlarida mini futbol va nimadirlar bo'ladi. Ko'ramiz, kuzatingizlar do'stlarim, like bosingizlar. Do'stlik tumanidagi qurilayotgan sport majmuasi, yopiq sport majmuasi saroylari qurilyapti. Ishlar nihoyatda jadal suratda olib ketib kelinyapti. Mana bu Duh Towerlar nihoyatda qalinligi mana ko'ringizlar, mana 5 sm qalinlikda Duh Towerlar qo'yilyapti. Ustalarimiz omad ustajonlarga, masalan, ustajon zo'rmisiz? Molades ustojon. Zo'r ketyaptimi ishlar? Va alaykum, molades ustojon. Mana xudo xolasa ishlar hammasi ketyapti. Bu yoqda ham ustojonlarimiz ketyapti, ustojonlar. Mana ustalarimiz ham ustolar bilan qo'l ko'tarib rahmat, omadlar bo'lsin ustalarimizga.